Jinoiy ishlar bo'yicha tumanlararo ixtisoslashtirilgan sudda Aqto'be oblastidagi yo'lda fojiali halok bo'lgan 52 nafar O'zbekiston fuqarosi bo'yicha ish yuzasidan jarayon boshlandi. Sud jarayoniga O'zbekistonning halok bo'lgan 52 nafar fuqarosining qarindoshlari kelgan. Ularning bildirishicha, farzandlari hali tirik, deb xabar qilmoqda vnews.kz nashri. Yulduz G'aniyeva ushbu fojia oqibatida birdaniga 2 nafar yaqini, o'g'li va nabirasini yo'qotdi. Uning so'zlariga ko'ra, ularning telefonlari hali ham ishlamoqda. U halok bo'lganlar ro'yxatiga tushgan yaqinlariga doimiy ravishda qo'ng'iroq qiladi, lekin ularning telefonlari javob bermaydi. Biz ular halok bo'lganiga ishonmaymiz. Ular tirik. O'g'lim va nabiramning telefoni hali ham ishlamoqda, lekin javob bermayapti. Ko'pchilikning telefonlari ishlayapti. Odamlar yonib ketdi, lekin telefonlar yonmagan. Bu qanday bo'lishi mumkin? Demak, ular tirik. Ular ehtimol qullikda bo'lishi mumkin, deya ma'lum qildi u sudda. Boshqa jabrlanuvchilar ham xuddi shu fikrda. Bunday taxminlardagi asosiy dalil shundaki, ularga halok bo'lgan yaqinlarining jasad qoldiqlari va o'limni tasdiqlovchi tahlillar ko'rsatilmagan. Fojiali o'lim topgan o'zbekistonliklarning qarindoshlarining so'zlariga ko'ra, odamlarni yopiq tobutlarda olib kelishgan va dafn etishgan. Darvoqe, jabrlanuvchilar jarayonga avtobusda kelib, Aqto'bedagi ijaraga olingan kvartiralarda joylashdilar. Ular advokatlarni yollashmadi. Biroq O'zbekiston elchisidan sudga kelishini so'rashgan. Biz elchixona vakilini talab qilamiz. U bizning huquqlarni himoya qilishi lozim. Biz advokatlarni yollamaganmiz. Alloh bizning advokatimiz. Chunki faqatgina Alloh buni ko'rdi, deya ma'lum qilishgan ular. Sudlanuvchilar o'rnida Janubiy Qozog'iston viloyatidan bo'lgan 3 nafar avtobus haydovchisi tergov organlari ularni transport vositasidan noto'g'ri foydalanish va yo'l harakati qoidalarini buzishda ayblashmoqda. Ammo ayblanuvchilar xuddi ularning qarindoshlari kabi aybni tan olishmayapti. Ularning fikricha, ular bilan birga dahshatli fojiada omon qolgan 2 nafar o'zbekistonlikni ham sud qilish kerak. Mening akam Maqsad Pernebekovni sud qilishmoqda, garchi u uxlab yotgan bo'lgan. Fojia yuz berganida uyg'ongan va avtobusdan sakrab tushib, tasodifan omon qolgan. U kuyish jarohatlarini oldi. Nima uchun faqat 3 haydovchini ayblashmoqda? Nima uchun omon qolgan 2 nafar o'zbekistonlik qo'lga olinmadi, deydi sudlanuvchining opasi Nurshat Pernebekova. Halok bo'lgan o'zbekistonliklarning yaqinlari esa boshqacha fikrda. Ular sudlanuvchilar uchun eng og'ir jazoni talab qilishmoqda. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, halok bo'lgan o'zbekistonliklarning ota-onalaridan 2 nafari qayg'uga bardosh bera olmay vafot etgan.